Onang yengil ishla o'xshamayapti-ki. O'ylaverib miyamda megabayt qolmadi. Jon, siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ishlaringiz ham o'xshab ketadi. San jim turda. O'zi hammasiga saydorsan. Men nima qildim? O'zingiz eplab bir ish qila olmaysiz-da, keyin yana aybni menga to'nkiysiz. Tavba qildim. Hey, aslida hamma senda, tushundingmi? Mana shu uyga kelin bo'lib kelganing bu sana aybing. O'rtoqlarim aytgandi. Uylansang, ko'karib ketasan, boyib ketasan, ishlaring 5 bo'ladi degandi. Ko'karish qayoqda? To'kilib ketganman. Men birjom hozir o'zingiz-ku ishdan ishga sakrab yuradigan. Odam degancha bitta joyda ko'karadi, tushundingizmi? Sen meni aytyapsanmi? O, yigitni o'zi bilan o'ynashsang ham, omadi bilan o'ynashma. Jon, siz bitta narsani tushuning-da. Odam maqsadiga erishishda xuddi hojatxonaga shoshayotgandek harakat qilish kerak. Uni bu maqsad yo'lida hech kim to'xtata olmasligi kerak. To'g'ri aytasan, xotin. Sen menga zo'r motivatsiya berding. Men hammasini tushunib yetdim. Demak, men harakat qilishim kerak. Bugungi ishni ertaga qoldirma deyishgan. Dadasi, meni to'g'ri tushunganingizdan xursandman. Bu ishni bugundanoq boshlashim kerak. Demak, men hojatxonaga borishim kerak. Rahmat senga, xotin. Rahmat.